Allohga shukrlar bo'lsin. Meni qori o'g'lim, Abdulloh o'g'lim bugun kechasi opa-dadalarni hujralarida, ya'ni xonalarida tunab qolganligi uchunmi? Albatta u xona butun ibodat bilan nurlangan bir xona. Allohga shukr, hali u balog'atga yetmagan. Ammo aql hushi joyida, hofizi Qur'on. Bir Ramazonda o'zida Allohga shukr 8 marta Qur'onni xalqqa o'qib berdi. Bir Ramazonda o'zida 8 ta xatm. Bismillah, mashallah, tabarakalloh. Robbana yahfazu. Bugungi tush bu sizlarga bashorat bo'lsin. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni tushlarida ko'ribdi. Uzun tush. Uni men hozir aytib vaqtingizni olmayman. Ammo sizga taalluqli bo'lgan joyini aytay. Men Payg'ambar alayhissalatu vassalomni ko'rdim deydi. Lekin nurliklaridan qarasam boshim pastga qarab qolaverdi. Yuzlarini tiniq holda ko'ra olmadim. Faqat nur ko'rdim deydi. Keyin Payg'ambar alayhissalatu vassalam jamoatga azon aytildi, turdik. Rasululloh alayhissalatu vassalam imomlar keyin aytibdilarki, Ali qomat ayting debdilar. Qomat demabdilar Rasululloh alayhissalom, takbir debdilar. Ali debdilar, takbir ayting debdilar. Keyin Abdulloh o'g'lim aytadilar, bu qaysi Ali bo'lsa deya desam, tursam siz ovozni o'xshatib beryapti. Allohu akbar deysiz, qalin ovozda deydi, siz takbir aytdingiz deydi. Men juda ham xursand bo'lib ketdim deydi. Bu alomatul qabuldir. Mana shu sizlarning darslaringizni alhamdulillah Alloh qabul qilganiki, bunday bizlarga bashorat kelyapti. Asli men buni sizlarga aytmoqchi emas edim. Lekin hozir mana darslaringizdagi suslikni ko'rib, eng bo'lmaganda mahrajlarni ham tuzatib olmaysizlarmi deya men buni ko'rib, eshitib hozir kelgan bashorat juda ham xursand bo'ldimki, Allohga hamdlar aytdimki, Allohim ajabmas qabul qilayotgan bo'lsa.